Assalomu alaykum hammaga. Anchadan beri YouTube'ga video qilmagandim. Bugun yaxshi mashina chiqib qoldi. Obzorimizda mana bu Mercedes Maybach. Hozirgina oldik, 2024-yil ekan yili. Bunaqa mashinani lekin bor. Birinchi marta ko'rishim, minishim. Mana bu zdaniyani ichida faqat shunaqa luxury mashinalar o'tir ekan. Shu bu tomonda Menslar, Porsche. Mana bu yerga o'sha mana orqasiga Maserati, Porsche, Range Rover ham 250 ming turadi har bittasi. Mana bu diskalarini qaranglar. Вообще четкий disklar ekan. Maybach S680. Qora rangi, saloni ham qoraga qora. Buni hozirgina oldik. Mana shu plastikmi ekan? Plastik ekan. Salonlari, kapitanskiy сиденье. Ichiga o'tirsa qandaydir hech chiqamdi to'g'ri. 2024-yil qancha haydalgan? Hozir ko'rsatadi. 33 ming mil haydalgan уже. Hidi bor ekan bor. Ramni krishasi bu. Mashinalarni ko'tarib berdigandi. Maksimalni baland qilib berdi. Treyler ko'p chiqqanimizda. Tegmasligi uchun. Вообще зор машина ekan. Maybach. Ham og'ir mashina, ham uzun. Shunga yarasha tortishi ham yaxshi-da. Arka balonları ham aytganda aynalarni silading. İşte qaytamiz. Kamera обязательно 360 kamera bo'ladi. Вообще мягкий машина ekan, to'g'ri. Arizalarda mana bunaqa baland kaktuslar ekan. Короче, mana bu yerda уже massaj сидений, ventiляция hammasi bor ekan. Stiklopodiyomlari обязательно bo'ladi. Kim bilsalaring Maybachda roli ham mana shunaqa nimadan bo'ladi. Qandaydir derivyaniy rolmi? Bu AMG'larning roli qandaydir boshqacha. Sideniyalarni вообще komfortli bu. Shunaqa mягкий mashina ekan. V12 ekanda bu. O'shanga gazni bossa ketyapti. Turishini qaranglar. Bizda shunaqa mashina necha pul ekan? Ko'ra kaktusni ham ko'rsatib qo'yay. Kaktus ko'raqlami balandligi bir 5 metrdan balandda. Bu tomonda yana bitta turibdi mana. Arizonani havosiga qo'yilib qolaman-da mana. Hozir qaysi oy? Fevral oyi bo'lsa ham issiqqina. Hozir mana bu nimani Chevy Trax'da tushiramiz.
joyiga qo'yamiz. Shu bilan ketdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha